Loyihalar bo'limini tushuntirib beraman. Misol uchun siz prorabsiz, hisob-kitoblaringizni daftarga yozib yurasiz. Loyihalar bo'limida foydalansangiz sizga daftar kerak bo'lmaydi. Loyihalar bo'limi nafaqat prorablarga, santexnik, elektrik, IT kompaniyasi bolalarga ham to'g'ri kelaveradi. Bu bo'limda prorab misoli tushuntirib beraman. Xo'p, birinchi bo'lib loyiha yaratib olishimiz kerak. Loyiha yaratish uchun mana shu plus tugmasini bosamiz. Xo'p, loyihani rasm bo'lsa, rasmini mana shu plus tugmasini bosib turib, kamera yoki galereyadan tanlab turib yuklab qo'yishingiz mumkin. Loyihani nomini yozamiz, misol uchun qurilish. Va loyihani egasi Alisher. Xo'p, telefon raqamini kiritamiz. Manzilini kiritamiz. Lokatsiya ixtiyoriy. Xo'p, saqlashni bosamiz bu joyga. Mana loyihani yaratib oldik. Endi mana shu loyihaga ishchilarni biriktirib chiqishimiz kerak. Ya'ni o'sha qurilishda biz bilan ishlaydigan ishchilarni biriktirishimiz kerak. Qurilishga ustiga bosib, eng pastda ishchilar bo'limi bor. Bosamiz ustiga. Keyin pastda mana plus tugmasi bor. Mana shuni bosamizda bu yerda oldin men ishchilarni qo'shganman. Sanjar, Jasur, Qobilaga oldin qo'shganman. Siz yangi yarashingiz mumkin bu joyda. Buning uchun mana bu plus tugmasini bosamiz. Misol uchun Farruh. Telefon raqamini kiritamiz. Xo'p, lavozimni kiritamiz. Sizda birinchi lavozim biriktirilmagan bo'ladi. Lavozimlarni birinchi qo'shib olishingiz kerak. Lavozimni tanlang ustiga bossak, bu yerda hozir lavozimlar yo'q. Plusni bosamizda lavozim qo'shib olishimiz kerak. Misol uchun katta usta deb qo'yamiz bunga. Katta usta. Qo'shimcha ma'lumotlarni kiritamiz, yaratishni bosamiz. Xo'p, mana katta usta hozir lavozimi yaratildi. Undan tashqari yana plusni bosib turib, xo'p, misol uchun shogird deb qo'ysak bo'ladi. Shogird. Mana ikkita lavozim yaratildi. Endi mana shu Farruhga lavozimni biriktirishimiz kerak. Misol uchun aytaylik, Farruh bu katta usta bo'lsin. Lavozim tanlayni ustiga bosamiz, katta ustani tanlaymiz. Qo'shimcha izoh bo'ladigan bo'lsa, kiritib qo'yamiz bu joyga. Katta usta. Xo'p, yaratishni bosamiz. Mana hozir bizga Farruh qo'shildi. Katta usta bo'lib qo'shildi. Endi biz mana shu Farruh katta ustani ustiga bosamiz va loyihaga biriktirishni bosamiz uni. Mana shu qurilish degan loyihamizga mana shu Farruhni biriktiryapmiz hozir. Loyihaga biriktirishni ustiga bosamiz buni. Xo'p, mana loyihaga mana shu katta usta Farruh biriktirildi. Demak, ishchilarimiz qatoriga qo'shildi. Yana xohlasak, yana boshqa ishchilarni ham mana shu usulda biriktirib chiqishimiz mumkin. Yana misol uchun yana bitta shogird biriktiraylik. Xo'p, misol uchun Davron deb qo'ysam. Xo'p, telefon raqami, lavozimiga shogird tanlab qo'yaman. Xo'p, yaratishni bosaman. Mana endi Davronni ustiga bosib, loyihaga buni ham biriktirib qo'yamiz. Bizning loyihamizda hozir ikkita ishchilar bor. Bunga istalgancha qo'shsangiz bo'ladi. Xo'p, katta usta, shogird bor. Xo'p, endi chiqamiz. Misol uchun loyihani egasi bilan siz shartnoma tuzasiz, dogovor qilasiz. O'sha dogovorni siz mana shu joyga yozib qo'ysangiz bo'ladi. Pastda shartnomalar degan bo'lim bor. Mana shu shartnomalarga kiramizda hozir shartnomalar yo'q. Yaratish uchun plus tugmasini bosib, ish turini tanlaymiz. Ish turini tanlang ustiga bosamiz. Bu joyda oldindan qo'shganman, fundament deb qo'shganman.
yana bunga qo'shimcha ish turini qo'shish uchun mana bu plus tugmasini bosib turib mana bu joyga misol uchun aytaylik santexnika deb qo'shishni bosamiz. Mana santexnika qo'shildi. Demak, qurilish birinchi fundamentdan boshlangani uchun birinchi fundamentni tanlaymiz. Misol uchun siz o'ziga mos bo'lgan ish turini tanlaysiz. Agar yo'q bo'lsa, o'zingiz qo'shib olasiz. O'zaro kelishuv tafsilotlari, ya'ni o'sha loyihani egasi bilan siz qanday kelishuvda bo'lsangiz, shu tafsilotlarni mana shu yerga yozib qo'yishingiz kerak. Xo'p. Misol uchun men kelishdik deb yozib qo'ydim. Summa, ya'ni o'sha mana shu fundamentni nech pulga договор qildilar. Mana shuni yozishingiz kerak. Misol uchun aytaylik 20 millionga договор qildik mana shu fundamentni. Endi shartnoma bo'lsa, sizda qog'ozdagi shartnomalar bo'lsa, buni rasm qo'shish orqali rasmga olib, mana shu joyga yuklab qo'ysangiz bo'ladi. Shartnomani saqlashni bosamiz. Mana fundament degan shartnoma yaratildi. 20 million so'mlik. Agar buni xohlasangiz, mana o'chirib tashlab, boshqatdan yarashingiz ham mumkin. Xo'p. Endi chiqamiz shartnomalar bo'limidan. Misol uchun boshida sizga qurilish egasi avans beradi. Ya'ni ishni boshlamasingizdan oldin avans beradi. Ana shu avansni siz majburiy kirim qilib qo'ysangiz bo'ladi. Aytaylik, sizga 10 million so'm avans berdi. Hali ishni boshlaganingiz yo'q. 10 million so'm avans berildi. 10 million so'mni mana shu joyga kiritamiz. Demak, nima qildim? Bu joyga kirim qilishni bosdim. 10 million so'm deb yozyapman. Valyutani tanlayapmiz. So'mni tanladim. Xo'p, qo'shimcha izohlar ixtiyoriy. Misol uchun avans deb qo'ysam bo'ladi. O'sha pulni olayotganingizni rasmga olib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p. Mana bu rasmni ustiga bitta bossak, demak, rasmga olib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, yaratishni bosamiz. Mana 10 million so'm hozir kirim bo'ldi sizga. Endi mana shu avansdan siz ishchilaringizga bo'lib berishingiz mumkin. Qanaqadir oziq-ovqatlarga ishlashingiz mumkin. Chiqimlar qilasiz baribir. Xo'p, endi chiqim qilish uchun mana bu chiqimni ustiga bosamiz. Chiqim turini tanlang. Bu joyda har xil chiqim turlari bor. Mana boshqa xarajatlar, ijara to'lovlari, ish haqqi, avans, kommunal to'lovlar, oziq-ovqat, transport yoki magazinga nimadir olayotgan bo'lsangiz, uni kiritib qo'ysangiz bo'ladi. Bu chiqimni turini mana shu joydan tanlasangiz bo'ladi. Demak, bu joydan avans tanlayman. Ya'ni ishchilarga men avans berishim kerak. Keyin pastda ishchini tanlang. Ustiga bitta bo'lsak, mana bizda shu loyihaga biriktirilgan ishchilarimiz chiqdi. Aytaylik, mana shu ikkalasiga avans berish uchun bittasini tanlayman. Mana misol uchun Farruxni tanladim deb, katta ustani, summani kiritamiz. Misol uchun 4 million so'm bunga avans berdim. Xo'p. Bu yerda izoh kiritsangiz bo'ladi. Avans deb qo'ysam bo'ladi. Avans. O'sha pul bilan birga rasmga olib qo'ysangiz bo'ladi o'sha odamni. Xo'p, yaratish. Mana 4 million so'm demak sizdan chiqib ketyapti. Sizda qoldi 6 million so'm, hozir cho'ntagingizda bor 6 million so'm qoldi. Endi keyingi ishchiga ham xuddi shu usulda, demak, avans bersak bo'ladi. Ish haqqini tanlaymiz, davronni tanlaymiz, summani kiritamiz. Misol, unga ham 4 million so'm berdik. Avans berdik. Xo'p. Rasm bo'lsa rasm kiritamiz, yaratishni bosamiz. Xo'p, demak, hozir 8 million so'm chiqim bo'ldi. Sizga 2 million so'm qoldi. Yalnız 2 million so'm qoldi. Endi bu mayda juda xarajatlarga ketishi mumkin. Magazinga chiqasiz. Shunaqa xarajatlarga ketishi mumkin. Xo'p, yana chiqim qiladigan bo'lsak, misol uchun pastda mana magazin bor. Xohlasangiz mana shu joyda chiqimni o'zingiz qo'yishingiz bo'ladi. Mana shu joyda mana chiqimni turini nomini yozasiz, pastga izohni yozasiz, yaratish bitta bo'lsangiz, mana shu joyga qo'shiladi chiqim.
Misol magazinda bitta bosimda misol aytaylik 200 ming so'm magazinga men chiqim qilyapman. Xo'p, yarashdi bitta bosdik. Mana 200 ming so'm demak chiqim qildik. Xo'p, общий bizda hozir 1.800.000 so'm cho'ntagimizda bor. 8.200.000 so'm chiqim qilyapmiz. Va bizda hisobotlar bo'limi bor. Tepada mana bu tugmani bosamiz hisobotni. Qoldiq 1.800.000 so'm, kirim 10 million so'm. Kirimni ustiga bitta bossam, mana avans deb olingan. Mana avans deb olingan 10 million so'm. Shunday o'yindan chapga qarab mana shu tortadigan bo'lsam, tahrirlashingiz mumkin. Ya'ni 10 million so'mni siz o'zgartirishingiz mumkin boshida. Keyin o'chirib tashlashingiz mumkin buni olasiz. Xo'p, keyin pastda mana chiqimlarimiz bor. Avansga 8 million so'm sarflabmiz. Demak, umumiy summadan 97.6% shu avansga ketyapti. Keyin magazinga ishlatibmiz. Mana shunday chiqimni kiritib ketsak bo'ladi. Misol uchun yana qo'shimcha xarajatlar bo'lishi mumkin. Aytaylik, boshqa xarajatlar ustiga bosamiz, siz o'z yoningizdan apalabka olib kelishingiz mumkin. O'z yoningizdan shunda mana joyga yozib qo'yamiz. Apalabka. Xo'p, yarashni bosamiz. 500 ming so'mga apalabka olib keldik ijaraga. Buni ham qo'shib qo'ydim. Keyin buni siz qurilish egasi bilan kelishib olasiz yana. Shu apalabka olib kelganman mana 500 ming so'mga, shuni berasiz deb kelishib olsangiz bo'ladi. Hisobotga kirsak, bu ham mana boshqa xarajatlar bo'lib qo'shildi ustiga bitta bosadigan bo'lsak, mana apalabka deb chiqarib beryapti. 500 ming so'm sanasigacha chiqarib beradi. Yoki bu joydan filtrlashingiz mumkin. Ijara to'lovlari deb turib yoki boshqa xarajatlar, ish haqqi, mana ish haqqini chiqarib beryapti. Misol uchun, ish tugadi, sizga demak qolgan pulni ham berish kerak. Xo'p, kirimni bosamiz. 10 million so'm qolgan pulni ham beryapti sizga. Mana 10 million so'm. Valyutani kiritamiz, izoh kiritamiz va yarashni bosamiz. Mana 20 million so'm demak sizga yana kirim bo'ldi. Xo'p, undan tashqari aytasizki, men 500 ming so'm chiqim qildim, o'zimning yonimdan apalabka olib keldim deb siz hisobotga kirib turib, mana bu joyda boshqa xarajatlarni ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi. Mana o'sha apalabkani rasmini ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Mana apalabka olib kelganman deb. Xo'p, chiqasizda o'sha apalabkaga ham endi kirim qilamiz. 500 ming so'm yonimdan olib kelganman deb. 500 ming so'm yana qo'shimcha undan olsangiz bo'ladi. Mana. Xo'p, endi sizda hozir 11.800 bor. Endi buni ishchilarga berishingiz kerak. Xo'p, chiqim qilamiz. Ish haqqi Farruxga bo'lib beramiz. Misol uchun aytaylik, 3 million Farruxga beryapman. Valyutani tanlaymiz. Yaratish bosamiz. Xo'p, keyin yana boshqa ishchilarga Davronga 3 million so'm ketdi. Yarashni bosamiz. Mana o'zingizda demak 5.800.000 so'm qoldi hozir. Xo'p, endi bu ish tugadi. Siz bu ishni muzlatib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni mana bu joyda loyiha holati bor. Shuni ustiga bitta bossak, muzlatilgan deb qo'ysangiz bo'ladi. Muzlatilgan chiqadi mana. Chiqamizda mana bu joyda ham statusi muzlatilgan bo'lib qoldi. Agar yana 1-2 oydan keyin kelib mana shu loyihani davom ettirmoqchi bo'lsangiz, buni ham yana jarayonga olib qo'ysangiz bo'ladi. Keyin agar boshqa ishchilar qo'shmoqchi bo'lsangiz, yana ishchilarni mana shu joydan qo'shib ketaverasiz. Yoki bu ish yakunlangan qilib qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu joyda yakunlangan bor. Yakunlanganni bosamiz, bo'ldi. Bu ish yakunlandi. Endi boshqa loyihani yaratsangiz bo'ladi mana shu joyda. Yoki bu loyihani o'chirib tashlasangiz bo'ladi. Ustiga bosamiz. Mana bu qalamchani ustiga bosamiz.
mana bu udalitni ustiga bosamiz. Loyiha keyinchalikni qayta tiklashingiz bo'ladi loyihani. Xo'p, o'chirishni bosamiz. Mana hozir qizarib qoldi-da, lekin bu polni o'chib ketgani yo'q. Shu buni qayta tiklasangiz ham bo'ladi. Ustiga bosasizda, yana shu qalamchani bosib, mana bu 3 ta nuqtani bitta bossangiz, mana tiklash chiqyapti. Yoki butunlay o'chirish chiqyapti. Butunlay o'chirib tashlash uchun butunlay o'chirib tashlashni bosamiz. O'chirishni bosamiz, mana loyihamiz butunlay o'chib ketdi. Asosiy bo'limda siz loyihalarni ko'ryapsiz bo'ladi. Mana jarayondagi loyihalar, muzlatilgan loyihalar, yakunlangan loyihalar. Hozir bu hammasini o'ltiribdi, chunki men o'chirib tashladim. Asosiy bo'limdan shularni ko'ryapsiz bo'ladi.